Endilikda O'zbekistonda gaz, ovqatlanish va isinish uchun ulab berilmaydi, uzib tashlanadi. Bu haqida Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov janoblari xabar berdilar. Shu yerda muhtaram prezidentimizda olib borilayotgan shaffof va odil siyosatlaridan xalqimiz juda ham rozi va juda ham xursand. Prezidentimiz tashabbuslari bilan hozirgi kunda energetika sohasida uzilishlar kamaygan, to'klarimizda sifat bor. Lekin bir savol bor. Energetika vaziriga hozirda siz bu qarorni e'lon qildingiz va bir narsani sizdan iltimos qilib qolardikki, siz ham prezidentimizga o'xshab xalqim, yurtim deb jon kuydirib ishlashingizni va shunday aholi borki, aholi qatlamida shunday insonlar borki, kam ta'minlangan oilalar bor. Svetni limiti, elektr energiyasini limit haqida ham bosh qotirsanglar, jon kuydirsanglar, xalqim, yurtim deb jon kuydirsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Sizlar hozir harakat qilyapsizlar, gazni imkon boricha aholiga bermaslikka va gazni kerakli joylarga ishlatishga va elektr ta'minoti bilan uylarni isitishga va ovqat qilishga har sohada elektr energiyasidan foydalanishni ta'minlamoqchisizlar. Faqat iltimos qilib qolamiz, har bitta xonadonga kirib o'rganinglar, har bitta xonadon mahallalarda elektr tarmog'i qanaqa, podstansiyalar, elektr kuchi qanaqa, quvvati qanaqa, ertadan keyin gazdan uzib qo'yilganda shu oilalarda har bitta xonadonda elektr uzilib qolmaydimi, o'chib qolmaydimi svet soatlab, bemalol ovqat qilaladimi, bemalol isinaladimi, tok kuchi yaxshimi, shu haqida jon kuydirib prezidentimizdek harakat qilsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Energetika vaziri ishlayapsizlar, ishlamayapsizlar emas. Mana hozir oldingidan svetlar ko'p o'chmaydi, imkon boricha sifatli tok berishga harakat qilyapsizlar. Lekin bir savol bor, albatta kam ta'minlangan oilalar ham bor. Qiynalib yashayotgan oilalar bor. Ularga gazda arzon tarafi bor edi. Gazda isinish ularga arzon edi. Svetda limit bor. Ertadan keyin qishlarda ham ovqat qilsa, ham isinsa, toklaridan ko'p pul ketib qolsa, ular isinolmay elektrdan pulni ekonom qilaman deb sovqatib, kasal bo'lib, ertadan keyin aholi qiynalib qolmasmikin? Shu haqida bir o'ylang, ularga limitni kamaytirib berish kerakmikin? Svet limitini olib tashlash kerakmikin? Energetika vazirligi shu haqida prezidentimizga bir takliflar bilan, iltimoslar bilan chiqsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. E'tiboringiz uchun rahmat.